Men tungi 3gacha kompyuter o'ynab endi yotmoqchi edim. Xonam issiq bo'lib ketdi. Kompyuterimni endi o'chirmoqchi bo'lgandim. Bitta vaqt mening ukamga bitta SMS keldi. Minecraftning yangi versiyasi chiqdi dedi. Tezroq yuklab ol dedi. Men juda qiziqdim. Keyin men bir saytga kirdim. U yerda Minecraft new versiya deb yozilib qo'yibdi. Tagida esa virus.net degan yozuv ko'rdim. Keyin qo'rqmasdan skachat tugmasini bosdim. Zagruzkadan keyin mening kompyuterim o'chib qoldi. Men o'ylagandim svetni o'chirib tashlagan deb. Undan keyin borib svetni yoqsam yoqildi. Kompyuterimga yana borib o'tirsam, kompyuterim ishlab turibdi. Lekin mening ekranim qorong'u bo'lib ketdi. Barcha narsalar yo'qolib ketdi. Chap tarafda yangi Minecraftning rasmi turibdi. Men unga bosdim. Yangi Minecraftni bosganimda Mojang kompaniyasining qo'rqinchli dastavkasi meni kutib turgan edi. O'sha paytda men qo'rqib boshladim. Undan keyin Minecraftning bosh menyusi kutib turibdi. Bosma va ошибка degan yozuv turibdi. Men esa bosma degan knopkani bosib ko'rdim. Va undan keyin Beaver degan yerda faqat bitta karta turibdi. Diat degan. Hammangiz bilsangiz kerak. Boshqa kartalar yo'q va yangi kartalar ham ocholmadim. Undan keyin men Diat kartasiga kirdim. Bu karta juda g'alati bo'ldi. Sababi yerda Redstone fakellari turgan edi. Men qo'rqib turdim. Sababi обычный kartadan sizni Redstone fakellar kutib turmaydi. Undan keyin men atrofimga qaradim. Men oroldaman, bir o'zim va orolni tekshirib chiqdim. Keyin esa men uy topib oldim. Обычный yog'ochdan yasalgan uy. Yerda xonlar bor edi. Shunaqa qilib uyga kirgan edim, hech kim yo'q. Undan keyin men juda qiziqib ketdim va barcha yerlarni izlab boshladim. Sababi sizlar uchun shunaqa yerlarni izladim. Do'stlar, tezroq ushbu videoga 1000 like yig'sanglar, shuncha tez yangi video chiqadi. Va shunaqa temir eshik topib oldim. Va bu eshikning orqasida nima borligi menga juda qiziq bo'ldi. Va tayyorlanib oldim. Eshikni ochdim. Hech kim yo'q. Hech kim bo'lgani yo'q. Undan keyin yana bitta eshik bor edi. Va o'sha eshikni ochdim. O'sha paytda oldimdan har xil boshlar va skeletlar chiqdi. Va barcha yerlarda qon bor edi. Men juda qo'rqib ketdim. Sababi bu yerda har xil narsalar bor ekan. Undan keyin men yana bir eshikni ko'rdim. Uni ochganimda u yerda birov yotirgan ekan. Undan keyin bu Minecraftga qaytib kira olmadim. Error exe Minecraftga boshqa kirmay qoldi. Sababi u yer yopilib ketdi. Men yana kirgim keldi. Chunki videoga olish uchun, boyagi orolni o'rganish uchun. Sizlarga ushbu video yoqdi degan umiddaman. Agarda ushbu video 1000 like yig'sa, ikkinchi qism chiqadi. Like bosinglar va kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Qarachi sizlar bilan bo'lgan Gredius. Hammaga xayr.